qishloqqa nima gap bor? Hech gap yo'q, hech gap. Nima qayerga qochib ketaverasiz? Qara, nima hamma qishloqqa Oqranga kelib olganmi? Ha, tushunish qiyin bo'lib qoldi, chunki hammasi nima Oqrangami? Nargisi oshib ketdi, ko'rmay qoldlaring. Va bunisiga ham tushunish qiyin. Va nimanidir g'iybat qilyapti. Cho'tim mani g'iybat qilyaptimi? Tushunish qiyin. Nima hammalaring yashil Oqranga kelib oldlaringmi? Bizlar bilmaymiz. Hello do'stlar, sizlarni men Jakemka va bugungi videoda ko'rib turibmiz va videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bundan keyingi videolar juda ham ajoyib chiqadi. Va siz obuna bo'lsangiz chaqiratyapti. Bizni kuzatib tursangiz, xullas biz juda ham ajoyib videolar chiqaramiz va men merni oldiga borishim kerak. Juda ham ajoyib kun, chunki 90-qishloqdagi merni olgan kun ekan. Nima olib chiqasan? Xullas senga topshiriq. 90-qishloqqa borib kelasan. Jo'qobni esingdan chiqarmang. Xullas qanchadir pul olgan, unga berishi kerak, merga. Esiga chiqsa o'lasan, lekin oyligida ushlab qolaman. Kattadan o'tkazsa bo'lar, lekin sen shoshdi. Komissiyasiz-da, xullas. Mayli unda. Men qaysidan olay? Mana shu yerdan olar. Mayli oldim va men ketyapman. Aytgancha, mani bo'liklarim shu yerdami? Ha, shu yerda xavotirlanma. Unday yaxshi ekan. Va men mana shu yerdan olaman va berni puli kimniki bo'lsa ham kuydi, korоче. Mayli, sen tezroq borib kel. Unda men ketyapman. Korоче, mayli, mer yaxshi dam ol. U yaxshi dam olar ekanman bir necha kun. Yaxshi, menga shu ish kerak edi. Zo'r menga juda qulaylik yaratib berdi va men ketyapman. Ha, bildim. Ko'rib kelchi, uzoqroq bo'lsa, bilmadim, lekin yaqin bo'lsa edi, borardim birga. Sen nima ishing bor? Senga nima kerak? Ha, to'g'ri, o'zimni ishim boshimdan oshib yotibdi-ku. Mayli, borib kel, mayli. Sog'lik, salomatlik. Yaxshi, tinchlik, bardamonlik demadi, yaxshi. Menga qizig'i yo'q va hammasi yashil kiyimda kiyinib olganmi yoki oq kiyimda kiyinib olganmi? Tushunish qiyin-da, bu eshikni yopib qo'yayin. Mayli, eshik yopiq tursin. Va men borib bir aylanib kelayinchi, sherda edi. Menimcha supermarketdan aytgancha tortni olish esdan chiqibdi-ku. Shu esdan chiqqan ekan. Ha, mayli. Biratan yaxshimi? Ha, bo'ladi. Menga shu tort kerak edi. Mayli, olib ket. Yaxshi, menga ajoyib va men ketdim. Korоче, Jo'xani topish kerak ekan. Jo'xa qayerlarda yurgan bo'lsa kerak va uni topish juda qiyin bo'ladi, chunki kim qayerlardandir topishim kerak va menimcha uyda bo'lsa kerak. Ana la'nati nima qilyapti va bu tortni solib qo'yishim kerak. Tort turib tursinchi, paka. Nima o'tyapman? Solib qo'yishim kerak. Nima qilaman? Aytgancha esimdan chiqibdi. Solib qo'yish va tort chiqqan bo'lsa kerak va mana shu yerda turib tursinchi, paka. Men ketdim, orqasiga o'tirib olgan. Nima aytgancha Jo'xani aytib kelishim kerak-ku. Esdan chiqibdi. Va mana nima qilyapti mana qishloqqa? Chiq, baqa chiq. Nima Jo'xaning joyiga nima qilyapsan? O'zim turibman, bir ish qilayotgandim. Nima bor qolani qat, shu ishingni shexta qilgan. Voy, Jo'xa mana shu yerda bo'lsa kerak, eshik ochiq ekan. Jak, nima gap? Merni tug'ilgan kuniga ketdik. Yo'q, merni tug'ilgan kunim bugun. Hech kim senga aytmadimi? Nima sovg'a qilamiz unda? Mashina bilan tort. Boryapman, mana hozir 36 sekund kutib turman. Keldim. Qani nima sovg'a qilamiz? Meni tushuntir. Mana shexdagi mashina bilan tortni sovg'a qilamiz, korоче. Bo'ldi, farqi yo'q. O'zing haydab borsan mashinani yo'q, men haydayman. O'zim haydayman-da. Bo'ldi, farqi yo'q. Men orqada o'tiraman unda. Ketdik haydaginchi mashinani. Davay, unda ketdik, mayli. Mana o'tirib oldim, korоче. Ketdik, Jo'xani olib ketdim men, korоче, surdim. Bu qishloqdan ketsam ham bo'laveradi. Jo'xani sotsam ham anchagina pul bo'lar, lekin Jo'xa do'stim-ku, mayli. korоче, bo'la. Endi Jo'xaga nima desam, bo'ldi. Jo'xa ko'rib ketyapti-ku, mayli, Jo'xa sozlab beraman, korоче. Va mana shu yerdan burib olish juda neto bo'lyapti, chunki bu yerning uylari juda zapravka, ya'ni neto qurilgan va bu yerdan olib chiqish qiyin bo'lyapti. Ham bu mashina drift qilishini-chi va har tarafga qayoqdan buyoqqa boshqarish qiyin bo'lyapti. Mayli, endi men olib borishim kerak, chunki menga bu vazifa yuklatildi va bu yerdan ko'rmayapman-ku, juda past ekan, zo'r degancha bor ekan va bu yerdan to'g'ri borishim kerak. Juda neto yurar ekan, chunki bu mashina o'zi bir pastgan ekan. Va mana men keldim va qishloqqa kelmaganimga ham ancha vaqt bo'lgan edi. Bo'pti, Jak, tezroq ortimdan kel.
Mana boryapman tortni olay, tortni olib borib senga bersam bo'ldi-da. Kerak ishdak mana ortingdan boryapman, mer bilan ikkalasi chizib yubordi-ku mana. Mani kutib turmasdi. Kutishmadi, xullas ortdan borish kerak endi ularni. Keldingmi, Jak? Mana shu yerni tayyorladim. Ustiga qo'yib chiqani. Mana qo'yibman. Tentaymisan, nima yerga qo'yyapsan? Uzr qolib ketdi. O'tirib turinglarchi, mana hozir kelaman. Bo'ldi, ana shu yerga qo'yaman endi bo'ldi. Hozir men mer yoniga kirib gaplashib o'tiraman, keyin sen qolgan ishlarni qilaver. O'zim ham xullas ish uchun kelganman-ku. Jo'xa faqat o'tirish uchun kelganman, dam olish uchun olib kelganman. U tushunib bilmaydi, mayli. Men mashinani olib kirsam bo'ldi. Juda tez yurar ekan bu mashinani. Juda joylashtirish qiyin bo'ladimi deyman, chunki bu yerdan nima tushib qoldim. Bu bir tushunarsiz mashina ekan. Mayli kiritib qo'ysam bo'ldi va bu yerdan aylantirib kirgizmasam juda urib qo'yamanmi deyman-da deb oldi. Chunki juda nito ketyapti. Chekkaga qo'ydim. Shu urib qo'yganim juda yomon bo'ldi. Hali ham bir joy titilgan yo'q, yaxshi. Lekin bu mashinani o'nglab qo'yish qiyin ekan va orqaga haydash kerak va bu mashinani o'zi mer qayerdan olganiga tushunish qiyin. Bir yaxshi mashinani olib kelsa bo'lmasmikan? Sovg'a qilganga yarasha bir yaxshi mashinani olib kelish kerak edi. Mayli, mer o'zi biladi va men ketishim uchun mer mashinani tayyorlab qo'ygandir. Jo'xan oldiga kirayinchi. Nima qilib o'tirgan ekan, ular nima? Eshitarsan? Jak, nima gap? Ketdik, mashinani to'g'riladim. Bo'ldi, hozir mana janob mer ketdi. Siz ham borasizmi? Yo'q, meni ishim bor o'zi. Davay, ketdi, yuringlar. Uzr Jo'xan, meni ishim bor, men qolaman. Bo'ldi, boramiz endi hozir. Davay, jo'naymiz. Va qayerga ketishdi? Va bu kalni qo'yib qo'y. Bo'ldi, bunchak bormayman. Xullas Jo'xaga aytib qo'y. Bo'ldi, unda aytib qo'yamiz. Va Jo'xaning o'zi chizib yuborgan ekan va o'tiraversinchi Jo'xa, men ketdim, kerakchi mashinani oldiga o'tirib olay va BMW olib kelishgan ekan. Avvalgisi Mercedes'di. Bu mana buni haydash osongina, juda yaxshigina-da, mashaqqatsiz. Chunki buni haydash hammaga ham emasdi, chunki bu oladiganlar uchun. Ya'ni xullas bu BMW da Merc musor deganlarcha bor ekan. Chunki mana yo'llar ko'rinib turibdi. Merc'ga ko'rinayotgan yo'q edi. Va juda ham katta farqlari bor va yurishlari va driftlari, unga ham driftlari yaxshi ekan, lekin juda ko'p ballon aylanib qolar ekan. Shuning uchun ham BMW da va men buni bu yerdan o'nglab olishim kerak. Juda neto qurishganda, xullas bularni neto qurishgan va mana shu yerdan aylanib o'tishim kerak. Bunaqa qilmasam bo'lmaydi, chunki bu yerdan hamma joy ko'rinish kerak-da. Bitta devorni urib qo'ysam juda katta talofat yetadi, ya'ni shikastlanadi. Shuning uchun ham bitta devorni urib qo'ysam ham anchagina pul ketadi va bu yerga o'nglab qo'ysam bo'ldi. Va tayyor va endi tushaversam ham bo'laveradi. Rahmat, bo'ldi, mana yetib keldik, Jak. Mana shunaqangi tashkil ishlar bo'lsa, shu yerda bo'laman. Kep olib ketaverasan mashinani. Zo'rlardan kel bu gal, xo'pmi? Zo'r mashinaga minib kelgin. Xo'p, sog' bo'l. Mayli, salomat bo'l. Mayli, men yangi marta mashinasini, ya'ni boshqa mashinani yaxshiroqdan olib kelaman. Mana shu qishloqqa yana shaqa boryapti. Suqilma dedim Jo'xaning polizlariga. Suqilma. Meni ishim bor deyapman-ku, bitta ish qilishim kerak. Sen ishing bo'lmasa, bor yo'qol o'lasan, hozir o'ldirib qo'yaman. Birdan kelmayaptimi himoyaching? Bo'ldi endi. Pishding sen, xullas. Men borishim kerak, merga aytib qo'yishim kerak. Esdan chiqibdi, pullar esdan chiqqan ekan. Mana bratam ham boshlayverdi. Bazmdan boshlayverdi. Ortimdan qo'yaveradi, lekin yeta olmaydi. Men qochayveraman baribir. Baribir qo'yaveradi. Lekin bitta qishloqni urib qo'ysam, vatta la'nati kelmagan ekan, yaxshi. Tezroq kiray. Va mana men keldim. Yaxshi borib keldingmi? Pullarni ham berdingmi? Pullar esdan chiqibdi-ku. La'nati, jurursiz, shu pullar uchun jo'natgandim-ku. Mashinani ham senga jo'natgandim. Bo'lmasa piyoda kelarding. La'nati, shu berib kelmagan ekansan. Mayli endi. Qo'yib qo'yasam, kartada taylab qo'yaman. Bo'ldi. Unga sovg'a edi pullar bilan tortlarni ham esingdan chiqarmadingmi? Yo'q, tortlar esimdan chiqqan yo'q. Bo'ldi. Unda yaxshi, mayli, eshikni yopib qo'yaylik. Xullas, men ketdim kerakchi va biror gapi yo'q bo'lsa yaxshi, men borib bir ko'rayinchi, vaziyatni o'rganayinchi, bir marketga kirayinchi va bularning ortidan nima? Men bularga bitta qishloqqa tenganim uchun shuncha
baloni o'ziga orttiryapti, ya'ni o'zimga. Va men aytgancha tortni berdimmi? Ha, berding-ku. Hay, yaxshi, unda mana ular chiqib ketsin, kutib turay. Mayli. Yaxshi, shu yerda kutib turaveraman. Baribir ketmayman, men mana shu yerda turaman. Chiqmayman baribir. Yo'llanadi. Kirtezi chiqariga o'ldirib qo'yishi mumkin. Meni o'ldira olmaydi, lekin pullarni bermagan ekanman-ku. Yunursan, bular endi quva qilsa ham yeta olmaydi. Chunki men pulni bersam bo'ldi. Men qutulaveraman, jonimni bersam ham bo'laveradi. Chunki merni pullarida, ya'ni ikkinchi qishloqning merni pullari, ya'ni 90-qishloqning merni pullari. Xullas yerga solib qo'yaman. Pullar nima bermay ketding, esarsan, xullas mayli ketar endi. Pullarni qo'y hammasini, bitta ham qoldirma. Bittasini olib qolay. Olib ket mayli. Bunda yaxshi bir zapravka qo'yaman, ya'ni merni hisobidan ketuvdi va endi eshitmadi. Mer o'zim meni mashinamga borib kelishini aytgandi, lekin men o'zim merni mashinasiga borib kelgan edim. Yursin, hamma qishloq shu yerdamikan? Nima, hamma qishloq shu yerda to'planib qolgan. Xullas do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling.